Narsalar. O'rtoqlar, menga 5-nomerlik eksperiment. Assalomu do'stlar, Abdurahmon kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz YouTube'da million prosmotr rolikning eksperimentlar to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'ramiz. Bo'lsa ham ketdik. Sog' bo'lasizlar. Mana o'rtoqlar, bizlar eksperimentlarimiz tanlab olish uchun har xil konvertlar bor. Buni bitta tanlab ko'ramiz. Ham jasafa. Tanlash. Ha, ko'ramiz. Kimga necha tushgan edi? Farqi yo'q. Nomer 3. O'rtoqlar, mana 6-raqam tushibdi. Значит, mana bu loyiha tushibdi. Значит, Ibrohimov mana bu loyiha tushibdi. Podpishniklar, biza live hakimizni olishimiz uchun bizlarga kerak bo'layotgan narsalar. Хорошо. Podpishniklar, vagon ichiga kamroq gel solib oldik. Endi ichiga suv solib, uni aralashtirib, ko'pirtirib olishimiz kerak. Biza buni 2 minutda yaxshilab ko'pirtirib oldik. Ana endi live hakimizni o'ziga o'tib olamiz. Podpishniklarimiz, biza sizlar bilan eng hayajonli momentimizga yetib keldik. Biza hozir sizlar bilan eksperimentni попробовать qilamiz. Hayajonli momentlar. O'rtoqlar, mana meni eksperimentimni sinab ko'rish uchun mana 4 ta qoshiq, bitta tanga, 4 ta batareyka kerak bo'ladi. Qani ko'ramiz, bu o'xshadimi yo'qmi? O'rtoqlar, biz hamma narsani tayyorlab bo'ldik. Endi ko'ramiz, sinab ko'ramiz, bu ishladimi yo'qmi. Lekin men ishlamadi deb o'ylayman. Pam. Bu eksperiment haqida o'zingga reaksiyangni aytib Fake o'tsang. bu, fake. Konkretni bizlarni uxlatishdi o'rtoqlar. Bu ishlamadi. Ibrohim, sen o'zing fikringni qoldir, nima deysan? Podpishniklarimiz, bizlar Ibrohimimiz juda ham uyolchang bacha bo'lgani uchun uni o'rniga men gapiraman. Bizlarga hozir kerak bo'ladi suv, 1 stakan suv va 2 ta batareyka. Bizlar hozir sizlar bilan endi live hackni sinab ko'ramiz birgalikda. Ibrohim sinab ko'radi. Men eksperiment emas. Do'stlar, bu live hackimiz ham yolg'on ekan. Eksperimentlarni tanlab olamiz. Mana jasadni o'zi boshlagan. O'rtoqlar, menga 5-nomerlik eksperiment tushdi. O'rtoqlar, mana 4-son tushdi. Значит, mana bu loyiha tushdi. O'rtoqlar, menga 2-raqam tushdi. Значит, Ibrohimov mana bu loyiha tushdi. Endi biz birgalikda bu live hacklarni sizlar bilan takrorlaymiz. O'rtoqlar, meni ham o'qitimi yo'q ekan. Qani jasadni bir yoqib ko'raman debdilar. Necha ketyapti hali ham? O'rtoqlar, yo'q bo'lgandan keyin ko'rsatamiz sizlarga. Yo'qish ancha problema ekan. Yo.
O'rtoqlar mayli. Mana o'rtoqlar biza eksperimentni, ya'ni mani eksperimentimni, mana ana bu idishdagi suv, shakar, keyin tuz kerak bo'ladi. Lekin men aniq aytaman bo'lsa o'xshaydi o'rtoqlar. Men bu yerda yutishim kelganman. Mana o'rtoqlar bizlarning eksperimentimizni sinab ko'rish uchun tuz, shakar, suv kerak bo'ladi. Bo'yni aytganimdek, endi birinchi tuz solamiz. Если что, keyin yig'ishtirib ketamiz bu yerda. Tuzni yarmi ketib qoldi o'rtoqlar. Endi esa shakar solib ko'ramiz. Yana yarim ketib qoldi o'rtoqlar. Endi suv solib ko'ramiz. Nima bo'lishi kerak? Abdurahmon emotsiyalaringizni ko'rib turibsizlar. Xudoga soldim, короче. Biza bu videoda, bu eksperimentda bir kishini eksperimentini sinab ko'rmadik. Kommentariyga yozinglar kimligini. O'zingiz ko'rdingiz kim yutdi? Endi uni jazosi ham bor o'rtoqlar. Lekin faqat ikkinchi qismda o'rtoqlar. Bo'lmasam ko'rib turganlar, bu videoda Jasmin opa yutdilar o'rtoqlar. Bo'lmasam